O'zi bu mavzu haqida video qilmoqchi emas edim, lekin o'zlari shunga majbur qilishdi. Bu videoni Ronaldoni Pustoy Niya muxlislariga yuborib qo'ying. Sizlar qaysi kalla, sizlar qaysi aql bilan futbol ko'ryapsizlar? Futbol adolatsiz bo'lib ketdi. FIFA Argentinaga yordam beryapti deb faqat Argentinaning g'alabasidan so'ng gapiryapsizlar, lekin boshqa jamoalarning g'alabasini nega gapirmayapsizlar? Misol uchun Angliya Norvegiya o'yinidagi bahsli vaziyatni yaxshi bilasizlar. Nega bu vaziyatda gapirmadinglar? To'p dastavval yuqoridagi kameraga tegib, shundan so'ng Angliyaning hujumi gol bilan yakunlangan edi. Lekin buni hech qaysini gapirmading. Amerika Qo'shma Shtatlari Belgiya bilan o'yinda o'zini qizil kartochka olgan futbolchisini asosiy tarkibda maydonga tushirdi, lekin buni ham hech qaysini gapirmading. O'zlaringiz eshitmaganlikka yo ko'rmaganlikka oldinglar. Xorvatiya Portugaliya o'yinida Xorvatiyani so'nggi daqiqaga kiritilgan toza golni ofsaydga bekor qilib yubordi. Vaholanki to'p Portugaliya futbolchisidan borgan edi. Bu 100% gol edi, lekin buni